Heyyo, hammaga salom jigarlar. Bugun sizlarga bitta obunachimga set yig'amiz. Ya'ni u obunachini random qilib tanlab olamiz va o'zim yasagan setni beraman. Qani bo'lmasa ketdik. Hozir menda shuncha XP bor, yetadi deb o'ylayman. Yetmasa yana yasaymiz. U muammo emas, lekin ozgina ko'proq vaqt ketadi. Qani bo'lmasa ketdik. Xullas menga izim, keyin ozgina XP yetishmadi, shunga Castle dan olishga harakat qilaman. Castle'da bilasizlar, anaqa o'shanaqa bolalar ko'p, so'kmayman. Ana tegmasang ham o'ldirib ketaveradi. Bu bizni jigar, ya'ni timim. Bizga mana narsani berdi. Izim kerak edi. Izimga deb kelgandim men bitga. Har videoda men Castle'ga kelaman, chunki Castle'da hamma narsa topsa bo'ladi-da. Hatto Castle'da yaxshilarini qilsa bo'ladi. Tak, mana uni ochamiz. Sizlarga ham maslahat beraman, agar Castle'ga kelib ana qilsalaring ancha yaxshi. Normal emas, tushda hozir spawnga borib tashib keliydi. Lekin o'sha joyda kallam ishlamadi. Ender chestga solsam bo'lardi, chunki men Titan rank Ender chest ochalaman. Mana shu ikkita shablondan sizlarga qilaman, yana shablon olib, chotki yasayveraman sizlarga. XP'ni solib qo'yamiz, chunki XP rasa kerakda ikkita olamiz. Oltinni solamiz, buni solamiz. Qani ketdi yana. Castle. Tez orada stream qilsam kerak. Men aytdim 50 ta bo'lsam stream qilaman deb, 50 ta bo'ldim. Lekin stream qilishga hozircha sharoit yo'qroq. Lekin o'sha gap hali ham bergani yo'q. Articraftga ikkita keys oldim bilsalaring, lekin bittasini ochgandim, bitta keysim hali bermadi. Bilmadim nimaga bermadi. Mayli, lekin eng tez ko'tarilgan YouTuber bo'lsam kerak deb o'ylayman. Mana hozir olib qo'ymasa bo'ldi. Menga kerak. Hozir bu yerda pulga sotsa bo'ladi deysizlar-ku, lekin hozir hech kim olmaydi. Masalan, totem borib shu kallam ishlamagan Ender chestga shuni sira solib qo'ysam ham bo'lardi. Lekin Ender chestga solayotganingda kimdir kelib urib yorsa, undan ham qo'rqasan-da. Buni qo'yamiz. Shu oltin olma rassa ko'p bor. Serverda oxiriga asrab qo'ysammikan? Serverda oxirida maza qilib sotaman. Masalan, qopqon ham 5 milliondan ham sotdim serverda oxirida. Tak, palichka. Mech nima kerak? Anaga borib bol bizni PvP o'ldira olmasligi uchun kerak. Mana shu yaqin orada daraxt ham boshlanib qoladi, oltin daraxtda ham baribir hech kim bizga tekin narsa berib qo'ymaydi. Aytgancha bolalar agar ustimdan kulyapsizlar, bu deb, men PvP emasman. Aytib qo'yman, PvP emasman. Men PvPni uncha yaxshi o'ynayolmayman PvPda. Oldin aytib qo'yaman, kulib kommentga yozish shart emas. PvPni bilmayman, to'g'risi.
Voy, mana qaytarib beryapti. Yana короче kastel. Hadi Ender jemchiqni olganimda zo'r bo'lardi. Shunday. Agressiya repito oltin daraxt. Ana oltin daraxtga ketyapman. Borsam hozir u bu narsa qilishimni o'ldirib tashlaydi. No, mana. O qilich. Voy, yana o'ldirib tashladi. Bu qochgandan keyin endi qochayotgandim, orqamdan kelib o'ldirib tashladi. No, oddiy qilich ham tushmadi, Gerkules tushdi, bilet. Mayli, nima deymiz endi? Hozir yana o'ldirib ketaychi tursang. No, eplasini olib chiqding bo'lmasang, yo'da, короче, kimdir bilan kelish kerak, ikkita sheriy bo'lib olib birga. Bo'lmasa, uyda talpaga boraman. Endi olaman dedim, o'ldirib tashladi. Naqa. Короче, borib daraxt, yana bir marta daraxtga borib ko'raylikchi. Bo'p qolar bu safar nimadir. Tak. Mana mujik da bilan mujik. Hech nima qilmasang, men hech nima yo'q bo'lsa ham o'ldirib ketaveradi. Musor. Так, короче, men pizza skirka yasaganman. O, kirganman. Ato imperator kirkadan farqi yo'q. Birga bir imperator kirganman. Qo'limda o'zim craft qilganman. Agar shu video normalniy like qilsa, sizlarga ham bitta obunachimga craft qilib beraman. Xullas, sizlar zeriktirib qo'ymaslik uchun ancha tezlashtirib yubordim. Короче, hozir birinchi o'rinda bularni yechib olamiz aslahalarimni. Tak. Buni sehrlaymiz. Ana. U normalniy. Bu ham menga har doim oyoq kiyim yoqadi. Vashchi zo'rda oyoq kiyim. Yo'q, bunday qilmaymiz hozir sizlarga. Sotib olib bo'lsa ham almazda qilaman. Olmos 600,000 naqd qaranglar. Serverda oxirida wipe'dan oldin ham bunaqa narx yo'q. Mana nima qilamiz endi? Bitta bo'lsa ham olamiz, ikkita oldim. Qani. O, bitta bosh kiyim. Borib mayinga borib bosh kiyimni ham qilib kelamiz. Bosh kiyimga narsalar olib kelamiz.
Sizlar zerikib qolmasliklaring uchun ancha videoni tezlashtirib yubordim. Mana bitta topib keldim va mana normalniy. Hatto sizlarni o'qiganlarincha men setni to'liq yig'ib qo'yaman, короче. Aytgancha anoni yutib olish uchun komment yozing, kommentga o'zingizni belgilab keting, bo'lmasa sizga tushmasligi mumkin. Короче, nik yozish shart yoki описаниеda to'liq ma'lumot bo'ladi. Bay bay jigarlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.